Bizda to'lov tizimida o'zgarish yuz berdi. Misol uchun aytaylik 12-da kelgan bo'lsa, endi birinchi dars 14-da bo'lsa, 14dan 13-chestogacha oplata qilinardi, ya'ni to'lov qilinardi. Bu bizda ozginagina to'lov masalalarida aytaylik bitta xodimni bitta emas bir nechta xodimlar faqat to'lov bilan ovora bo'lib qoldi. Masalan, aytaylik bugun bularni to'lovini olishimiz kerak, ertaga bularni to'lovini olishimiz kerak. Bu sal bardak olib keldi, masalanda. O'qituvchilarning oyligi ham bunga juda qarab qoldi. Ya'ni ichki qiyinchiliklarni tug'dirdi va bu mushkullashib ketdi. Bilasizlar, agar bu 200 ta bola bo'lsa, buni qilish juda ham oson. 200 ta, 300 ta bola bo'lsa. Lekin sizda mijoz juda ko'p bo'lsa, aytaylik, hammada to'lov kuni har xil bo'lsa, bu juda bardak bo'ladi. Va o'shaning uchun to'lov tizimini biz hozir birinchiga o'tkazdik va birinchidan 5-gacha sanagacha bo'lgan davrda ota-onalar to'lov qilib ketishi mumkin bo'ladi. To'g'ri, orada misol uchun aytaylik, ota-onalar aytdi, biza o'rtadan kelib qoldik, nima bo'ladi? Bizning kassirlarimiz hisoblab beradi o'sha kunni. O'sha kungacha to'laydi va keyingisini birinchi chestodan sanadan to'lov qilishadi.